3 yil oldin ekspertima va mani ustimdan 2-3 o'quvchi yozib yuboruvdi va bu narsa bizlarga bir ikkita muammo olib keluvdi. Men sizlarga hozir hech qanaqa prodyuser, hech qanaqa ekspert etmagan gapni aytaman. Balkim kimdirlar uchun bu yangilik bo'lar. Aslida bizlar prodyuserlar, ko'pincha bozordagi psixologlar, dietologlar, fitness trenerlar Rossiya bozoridagi bo'lgan ma'lumotlarni, kurslarni to'pi o'zbekchaga perevod qilib sotishadi. Hamma emas, lekin ko'pchilik. Va bu narsaning plus tomoni ham bor. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Mana men sizlarga bitta narsani bekitmayman. 6-7 yil davomida o'zim 30 dan oshiq kurslar xarid qilganman va tushunganman, что 70-80% o'tda berilayotgan bilimlar, ya'ni Rossiya bozoridagi O'zbekistonga umuman to'g'ri kelmaydi mentalitetiga. Misol sifatida, masalan, Rossiyada san qizingga investitsiya qilgan, sani puling 10 barobar oqlaydi. O'zbekistonda esa ota-onaning duosini ol, sandan zo'ri yo'q. Va shu narsa ham kontentda, prosmotida, auditoriya loyalligida juda katta ta'sirga ega. Xo'p, endi anu yozib yuborgan mavzusiga qaytadigan bo'lsak, psixolog bilan ishlaydim. Psixologlarning ko'pchiligi masalan $10,000 $5,000 ya'ni qimmatroqga kurs olishadi, Rossiyadan kitoblar o'qishadi, o'zligining tajribasini olishadi. Mana shu hamma narsani mix qilib O'zbekistonda masalan $300, $500, $700 ga masalan kurslar sotishadi. Bu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi desangiz, meni fikrim bo'yicha bu 100% to'g'ri. Negaligini tushuntirib beraman. O'zimda ham misol sifatida 30 dan oshiq kurslar olgan bo'lsam, men o'tdan qanot bilimlar olganman, to'g'rimi? O'sha yerdan tajriba olganman, o'zim ekspertlar bilan ishlaganman, O'zbekiston bozorida nima ishlashni tushunganman va o'sha narsani miksiyonni как variantni bitta qilib produkt qilib chiqazganman. Misol sifatida o'zimning bilimimga $50,000 dan oshib pul ketgan bo'lsa, meni kurslarim masalan $1,000, $1,500, $500 turadi. Masalan, siz mendan yoki masalan ekspertlardan, yoki qanaqa psixologlardan ko'p ayollar kurs olyapman, ular to'pi kopirovka stavka qilyapti deb o'ylasangiz, siz adashasiz. Bizning asosiy vazifamiz sizlar 5-6 yilda yoki palon pulga bosib o'tadigan yo'llarni kamida 10 barobar tezroq va 10 barobar arzonroqga bosib o'tish. Ya'ni shu narsani как бы berish, ustozlik qilish.